Xo'sh, homila 3,5 oylik. Aha, yurak urishlari joyida. To'polonchi-ku qizinglar. Nima? Yaxshilab ko'rib bering. Hech ham xavotirga o'rin yo'q. Mamasha, hammasi joyida. Qiz bolaligi aniqmi? Uzr. Man sizlar so'ramasanglar ham jinsini aytib yuboribman-a. Yaxshi qildingiz. Biz baribir so'rardik. Siz abort ham qilasizmi? Sizni maqsadingizni tushungandekman. Lekin bu homilani abort qilib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki homila 3,5 oylik va sog'lom. Bunaqa sog'lomlardan biz uyda 3 ta bor. Bu masalani faqat siz hal qilmaysiz. Ayolingiz bilan birga hal qilasizlar. Doktor, biz uyda hamma masalani faqat men hal qilaman. Tilingizga ehtiyot bo'ling. Demokratik jamiyatda yashayapmiz. Tashqarida navbatda turgan yuzlab odamlarni hammasi tirnoqqa zor. Faraz qiling. Doktor, men faraz qilishni yomon ko'raman. Tushunarli. Demak, siz bu homilani tug'ilishini xohlamaysiz. Ha. Sizchi? Tug'ilsin. Homila genetik nosog'lom yoki yurak urishi to'xtagandagina abort qilinadi. Jinsiga qarab emas. Odatda sizga o'xshagan insonlarga papasha deb murojaat qilardik. Hayronman. Bunaqa vaziyatda kim deb murojaat qilishi mumkin? Qotilmi? Agar hozir ayolingiz bitta ariza yozsa, bunga qonuniy javob berasiz, bilasiz-a? Sizga o'xshaganlarni nayrangi ko'p. Dori ichirib bo'lmasin, homilani nobud qilib, abort qildirishga majbur qilasizlar. Va qonuniy javobgarlikdan ham qutularsizlar. Lekin u yoqdagi javobgarlik, uni gunohi og'ir bo'ladi. Balki Alloh sizga o'g'il bermayotganini ham bir hikmati bordir-a? Papashi